Akno, short, con, böyle civarı kodasılar, bunlar ama. Topkon, jungle, keyin katta, stairs, short, backside. Short yapıldı, akno yapıldı, con yapıldı, topkon yapıldı, jungle yapıldı, short yapıldı, backside yapıldı. Yo, hammaga assalom, sizlar bilan Grinch. Bugungi videomizda Counter-Strike 2 ya'ni CS2 o'yinidagi 2025-yil Miraj kartasidagi hamma yangi smoklarni sizlarga o'rgatib o'taman. Bilaman, sizlar 20 premier bo'lishingiz mumkin yoki 10 level yoki 7-8 level yoki 3000 elo bo'lasizlarmi? Bu smoklarni sizlar aniq bilmaysizlar, chunki bu yerda hozir 2025-yilni eng yaxshi, eng yangi Zayvo Donk deyishlari, Moniz deyishlari hammasi bu smoklarni beradi va bu smoklar hali ko'rsatib o'tilgani yo'q. Faqatgina men demkasini olib, ya'ni demosini tortib olib sizlarga ko'rsatib beraman. Xullas, bugungi videomiz anchagina qiziqarli va foydali bo'ladi. Undan videomizga like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar va shu kanalimizda streamlar bo'ladi. 3000 eloga chiqishga harakat qilyapmiz. Siz ham kirsangiz anchagina xursand bo'lardim. Hop, unda biz videomizga o'tamiz. Hop, mana Miraj kartasiga ham kirib oldik. Bilaman, 2025-yil hozir Miraj kartasi juda ham ommalashgan, ko'p kishi o'ynaydi. Bilaman, juda ham ko'p kishi hozir o'ynab, bu yerda instalalarim bor. Ular videoni oxirida ko'rsaman. Hozir faqatgina Aturikka qo'lda berilgan smoklarni ko'rsatib o'taman. Hozir men bu narsani terib oldim. Bo'ldi. Xo'p, endi biz srazu qanday qilib aknoga smok berish, bu yerda mana bitta insta versiyalar bo'ladi. Mana shu tirilib qoldinglar. Mana shunga qarab berasizlar. Scout olsam qo'limga mana. Mana shunga qarab, sakrab plus va bosasizlar. Bo'ldi. Bu smoklar borib aknoga tushadi. Xo'p, bu insani men oxirroqda ko'rsaman, videoni oxirroqda ko'rsaman. Hozir qanday qilib Aturikka berishni o'rganamiz, endi qo'ldan turib. Xo'p, akno smok kerakmi demaysizlar, musorkani mashinaga turasizlar va shunga qarab, mana olasizlar o'rtaga qarab, qolasizlar bu chekkasiga qarab, sakrab dana bosasizlar. Bo'ldi. Plus va kerak emas, sakraysizlar va dana bosasizlar. Bo'ldi. Bu smokimiz ham borib aknoga tushadi. Mana. Bo'ldi. Bu smokimiz ham aknoga tushdi. Endi qanday qilib kon va short yopishni o'rganamiz. Xo'p. Kon bilan short yopish uchun chunki musorkani birinchisiga kelamiz va mana qorachiq ko'rinyapti. Mana shu qorachiqqa qarab bitta otamiz xolos. Plus va kerak emas, oddiy otamiz va kon smok. Kon smokga mana shu dasturxonda, dasturxonmi nima deydi, bilmadim. Mana shunga qarab bir sakrab otamiz. Bu hammasi oddiy smoklar. Ko'p kishi buni ishlatadi o'sha mana konni ichini ham yopib beradi va shortga ham tushdi. Bu Aturikka buni ko'p kishi biladi, bilmaganlar uchun buni ko'rsatib o'tdim. Hop, endi topkon. Sizga topkon so'rashdi va topkonga kelasizda, meshga qarab plusda otasiz. Bo'ldi. Bu smokingizni, bu smoki sachniya konga tushdi mana. Topkonga tushdi. Mana. Ko'rsatdim. Konni yopib qo'ydi. Anchagina zo'r smok bu ham. Ko'rganlaringda endi top mid berish uchun shunchaki kelamiz va antinaga qarab bitta otib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu smokimiz top midga borib tushadi. Xo'p, smoklarni bu yerda ham bersa bo'ladi. Konga, boshqa narsaga bersa bo'ladi. Xo'p, konga berish uchun adashmasam, mana shu yerga qarab otish kerak edi. Hozir to'g'ri otibmi bilmayman, yoki noto'g'ri otib qo'yibman. Baroqqa ekan. Baroqqa qarab konga otasizlar, lekin konni tepasini yopmaydi bu. Shortga esa bekkan mana. Konni mana ochiq qolib ketadi, mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda ochiq qolib ketadi. Shortda esa bemalol yopib beradi, ladarlargacha yopib beradi. Buni ham ko'rib oldik. Endi bu yerdan ham topkonga smok bersanglar bo'ladi. Shunga qaraysizlar va antinaga qarab otasizlar. Bo'ldi. Bu smoklar ham topkonga borib tushadi. Siz ko'rishingiz mumkin, topkon jichi barog'iga tushdi, lekin tushadi. Endi hozir sizlarga ko'rsatgan narsa bu molik. Molikni mana bunaqa bersanglar bo'ladi aknoga. Bo'ldi. Bu molikimiz aknoga borib tushadi. Endi men sizlarga ko'rsatgan narsa bu hali hech kim ko'rsatmagan. Bitta pozitsiyadan turib 10 taga yaqin joylarda, ya'ni pozitsiyalarni yopishingiz mumkin. Bitta mana shu joydan turib smoklarni akno, short, B, A ko'p narsani yopib tashlashlar bo'ladi. Hozir men sizlarga buni ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchi bo'lib mana bunaqa smok bersak bo'ladi. Boks orqasidamiz bilamiz. Aknoga smok so'rasizlar, yurib bitta otasizlar bo'ldi. Antenani mana shu yerga qaraysizlar va prosta yurib otasizlar. Bo'ldi. Agar bundan qo'rqgan bo'lsanglar, yurmasdan otib qo'yish mumkin yoki mis qilyapman desanglar, boksga kelasizlar va mana bunaqa smok otasizlar. Bo'ldi. Yopishib turib, mana shu yerga smok otasizlar. Bo'ldi. Bu ham aknoga borib smokimiz tushadi. Bu ham anchagina polezli smok.
Endi qaranglar, bitta pozitsiyadan turib 10 taga yaqin pozitsiyalarga yopib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, xuddi shu oknoga bergan joyimizga beramiz. Ketdim. Okno, short, kon, bu yerda jibaroq qo'yasizlar, bundoq mana. Topkon, jungle, keyin katta, stairs, short, B-side. Short yopildi, akno yopildi, kon yopildi, topkon yopildi, jungle yopildi, city yopildi. Stairs qani? Stairs menimcha chichimis bo'lib qoldi. Hozir sizlarga ko'rsatib ketaman. Short yopildi, B-side yopildi. Ko'rishingiz mumkin, anchagina использовать qilsanglar bo'ladi. Men sizlarga hozir ko'rsatib ketaman. Mana. Bu yerda jungle ga berish kerak mana. Jichcha baroqa stairs ga beramiz. Smokimiz borib stairsga tushdi. Mana, stairsga yopib berdi. Nu yaxshi. Endi buni qanday o'tganimizni sizlarga tez-tez o'rgatib ketaman. Xo'p, o'tirasizlar, mashqalarga otasizlar, birinchisi va qog'ozni boshiga, kallasiga otasizlar va mana bu chiziqqa otasizlar. Bu konni tepasini ochiq qoldiradi. Xo'p, bu yerda topkon bit arenterda to'g'rilashinglar kerak. Har doim men ko'proq mis qilib qo'yapman shu kunlarda. Men bunga qarab jungle mana qorachiqqa qarab kataga berasizlar. Kata потом mana daraxtga qarab, mana daraxtga qarab, o'tirib qarab, tortib, chichi teparoq ekan. Bo'ldi. Bu smokimiz stairsga, shortga va B-side'ga. Bo'ldi. Bo'ldi. Hamma pozitsiya yopildi deyarli. Short, B-side, и всё. Short ham yopilgan, kon ham yopilgan, window yopilgan. Bu yerda mana bunaqa smoke tushadi. Полезный anchagina. Misol tiketda AWP ko'rib turibsiz, bilib turibsiz. Bo'ldi, mana bunaqa smoke tushdi, u konga qaralmaydi. Battan pik qilsa, siz uni o'ldirasiz. Всё. Bu yerda yopib berdi. Full tiketda yopib beradi. Konga kirishga anchagina полезный smoke. Mid smoke'larni ko'rib oldik. Endi molik bilan qilishga o'rganamiz. Oknoga chiqmoqchisiz, lekin misol bu yerda Avik turibdi. Avik tursa, oknoga chiqsangiz sizni otib qo'ya qoladi yoki MK turibdi, o'ldiradi. Uning uchun shunchaki mana bunaqa flashka bilan kirib ko'rsangiz, anchagina полезный, foydali bo'ladi. Mana shu qorachiqqa qaraysizlar. Mana shu qorachiqqa qarab, biroz sakrab o'tasizlar. Biroz sakrab, atvrachit qilishingiz kerak. Hozir men qilmay qoldim oknoga. Otasizlar, atvrachit. И всё, kirdinglar. Oknoga kirib o'ldirishingiz kerak bo'ladi xolos. Всё, mana. Sizga qanday qilib flashkani ko'rsatib ketaman. O'tiribdi, flashkani oldi. O'tiribdi, flashkani oldi. Xo'p, endi misol oknoda smoke turibdi. Bilasizlar, igrok ladderda bor. Sindirib qo'ya. Bo'ldi, sindi. Bilasizlar, ladderda igrok bor. Shortga ketyapti, ladderda odam bor deyapti. Lekin siz mana bunaqa moliklar bersangiz, pastlarni yondirib yuborish mumkin yoki tepani yondirib, pastni yondirib yoki pastni yondirib, tepani yondirib mumkin. Ikkala joyda yondirib yuborsanglar bo'ladi. Uning uchun cho'chakki mana shu qorachiqqa qaraysizlar, orqaga qaytasizlar, bitta yurib o'tasizlar bo'ldi. Bu tepani ham, pastni ham yondiradi mana. Past ham yondi, tepa ham yondi. Anchagina полезный molik. Используйте, anchagina qiziq ham zo'r mana. 3 ta chiziq turibdi, bittasi o'tasizlar, kecha yurib o'tasizlar bo'ldi. Jechigina yurib qo'yasizlar. Всё. Anchagina zo'r molik. Endi pad B-ga o'tamiz. Pad B, smoke, molik hamma narsani o'rganamiz. Xo'p, B-ga bitta pozitsiyadan ko'p kishi bilgan smoke. Akno smoke, main smoke, short smoke. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi bu default. Ko'p joylarda ko'rgansizlar. Main yopildi, akno yopildi, short yopildi. Endi flashkalar. Flashkalarni mana bunaqa berish kerak. Ko'p kishi hozir mana bunaqa beradi. Bu ham anchagina полезный. Shiftda berishadi. Bu ham anchagina yaxshi flashkalar. Endi padb kirganda moliklar boshqa narsalar bor. Sizlarga ko'rsatib ketaman. Xo'p, molik kar va balkonga beriladi. Bo'ldi. Berdinglar. Kar tayi ham yondi, bet ham yondi. Tushundimki, balkon ham yondi, kar tayi ham yondi. Kar tayi hozircha yonmay qoldi-yu. No, mana bunaqa molik berish kerak xolos. Bo'ldi. Kar ham yondi, balkon ham yondi mana. Tushundimki, arenterda ham ko'rdinglar. Biroz turasizlar, men bunga qarab o'tasizlar. Hali bunga yopib yubordim shekilli. Mana.
Bo'ldi. Otasida все. Balkonni ham, karni ham yopadi. Ya'ni molik yonib ketadi. Bu yerda ham mana bunaqa zo'r molik bor. Mana shunga yaqinlashasizlar-da. Prosta mana sizga qarab turib otasizlar. Voy, что-то я misnom. Prosta turasizlar-da. Mana. Uchinchisi. Mana. 1, 2, 3. Uchinchisiga qarab prosta molikni otasizlar. Все. Bu Edward yoki deb padakonimda o'tirgan odamni yondiradi. Bu Edward mayda qolib ketadi xolos. Ko'rishingiz mumkin. Mayda ko'k kishida o'tiradi. Bu odamni yondirib qo'ya qoladi. Xo'p, keyin flashkalar. Misol kreativ yugursangiz, mana bunaqa flashka bersangiz bo'ladi. Akrondan pik qilish uchun mana. Yugurib kelyapsiz, birinchi yugurib push qilyapsizlar buni. Mana bunaqa flashka bersangiz bo'ladi va bemalol baga kirib ketaverasiz. Va ikkinchi yoki uchinchi, to'rtinchi yugurib mana bunaqa flashka berib tursa ham zo'r. Anchagina bu ham zo'r. Anchagina odamlarni oqartiradi. Xo'p, endi padbani ham ko'rdik. Padbadan turib aga fake forcelar ham bo'ladi. Uning uchun mana bunaqa otasizlar. Bir bu adashmasam patsers tushadi yoki stersga tushadi. Mana patsers tushdi. Va mana bunaqa smokimiz ham bor. Voy. Mana. Bu ham patsers atroflariga tushadi. Mana stersga tushar ekan bu. Bu sters smoke va patsers smoke. Lekin bu yerda ochiq qoldirib qoldi, chunki mis qilganligimdan, lekin shunaqa smoklar berib fake qilsalar bo'ladi. Endi padada ko'p kishi oddiy smoklar biladi, lekin masalaga hozir eng bas smoklarni o'rgatib ketaman. Xo'p, bu birinchisi ko'p kishi bilgan katta smoke. Ko'p kishi bilgan. Mana bunaqa sters smoke. Ko'p kishi bilgan. Mana jungle smoke, sters smoke. Bular anchagina esiga kirdi. Tezkor paytda emas bu narsalar bor va bu smoklar juda ham tozni tushadi. Mana stersga juda sekin tushdi. Janglarga tez tushdi ham, stersga juda sekin tushdi. No atak tushdi-ku, no mayli. Men sizlarga tezroqni o'rgataman. Xo'p, tepaga chiqasizlar. Mana shu taxtaga kelib plusini bosib turib, yopishib olasizlar. Bitta smok so'raysizlar. Xo'p, mana shu orienteriga qaraysizlar. Mana shu orienteriga qarab, mishkani mishkani chap va o'ng. Va sakrab stersga smok tushib otasizlar. Va sakramasdan turib otasizlar. Ya'ni sakramasdan deyman, adashib ketdim. Mishkani faqat chap qo'li bilan otasizlar. Bu smoklar jungle va patsers va stersga tushadi va mana bunaqa orqaga qaytib, mana bunaqa flashga berishga vaqt keldi bolalar. Mana bunaqa flashga. Kerak emas, mana bunaqa o'shirini oqartirib qo'yish mumkin. Chunki fanarikka qarab flashga yoki yurib flashga. Все. Flashkalar anchagina zo'r. Chiqib turganlarda xohlasalar mana bunaqa flashga bersanglar bo'ladi. Voy. Misnom. Mana bunaqa flashka bersanglar bo'ladi, chiqib turgan igrok. Shtobi yaqinda odamni oqarib qolishi mumkin. Ya'ni yoki zafayrib turgan odam. Bu ham anchagina polizim. Xo'p. Buni ham ko'rib oldik. Flashkalarni ham bilib oldilar. Fanarikka berasizlar. Mana shu fanarikni metiga qarab bitta otasizlar bo'ldi. Sakrash shart emas, prosta otasizlar. Va bu yerda ham mana bunaqa smoke bor edi. Adashmasam mana shu qora chiqa qaraydi. Va sakrab otadi. Voy, что-то я misnom. Bunisi ekan, mana. Bo'ldi. Bu smokelar patsersga tushadi, ya'ni jungle yopib beradi. Xo'p, keyin mana bunaqa smokelar bor. Bu ham patsers tushadi, antenaga qarab otilinadi. Bo'ldi. Bu ham borib patsersga tushadi. Yopib beradi o'tishlarni, ya'ni saytga o'tishlarni yopib beradi. Xo'p, bu yerda mana bunaqa molik bor. Molik kattaga molik beriladi. Ko'p shaharda berishadi va mana bunaqa adashmasam patsers ham bor. Patsers smoke yana bitta. Yoki jungle bor. Yoki mana bunaqa hozir men sizlarga ko'rsataman. Chut adashtirib yubordim. Topkon bor edi, ya'ni topkonga berilardi. Menimcha mana shu bo'lsa kerak. Shu adashmasam topkonga deyarli tushadi. No, patsers ham bo'lar ekan buni. Qonni yopib beradi, ya'ni o'tishni yopib beradi. Xo'p, endi hozirgi kunda Heavy God degan igrok, Heavy God bilan Malbus degan igrok ishlatishadi. Mana bunaqa molik. Voy. Что-то я misnom. Вот такой. Mana bunaqa molik. Bu patpalsim tushadi. Patpalsim molik tushadi. Heavy God bilan Malbus ko'proq aga kirgan uchun shunaqa moliklar tashiydi. Men shuni ko'rib olganman. Xo'p, endi Pulse igrokdan ham bersanglar bo'ladi. Misol sizlarga smoke keldi. Sizlar mana shunga qaraysizlar. Shu sizga qarab turib, bu yerda ko'ryapsizlar, mana qorachiq boshlanish. Mana shunga qarab yugurib o'tasizlar.
Bo'ldi. Molikni qo'yib yuborasizlar. Mana bir kelganda molikni qo'yib yuborasizlar va bu podpalsni yondiradi mana. Pals tagini yondirdi. Все, и bemalol sizlar aga chiqsanglar bo'ladi. Menimcha ko'rib oldinglar, anchagina полезный bo'ldi degan umiddaman. Bilaman, yana ko'proq smoklar yoki raskidlar yo'q emas, albatta bor. Men sizlarga o'zimdagi ko'proqlarni esimda qolganlarni berdim. Mana bunaqa flashkalar bor, qolasizlar, aga chiqmoqchi bo'lganlaringda alqalarda portlaydi. Bunaqa. Qo'y. Mana shu. Shuni flashkani otib chiqsanglar bo'ladi, bu ham arqalarda portlaydi. Anchagina qiziq flashkalar. Mirage kartasidagi eng sesimiqlarni bilish uchun, ya'ni o'rganish uchun shunchaki playga bosasizlar va workshop mapsga o'tib, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin Mirage utility yozasizlar. Uning uchun qayerdan baqa qanaqa qo'yamiz desanglar, prosta visit workshopga bosasizlar va mana shu naqaga olib boradi, ya'ni Steamga olib boradi va bu yerdan poyezd yozasizlar. Mirage utility kodini yozib, poyezd yozasizlar va Mirage utility chiqadi. Hozir menda mana shu, mana shunga bosib bemalol kirib, eng smok deysizlarmi? Men ko'rsatmagan smoklar ham ishlarida bor, yo'q emas. Bemalol bunga kirib ham o'rganib olishinglar mumkin. Hamma insalar, respawnlarda hamma narsa tayyorlari mana shu yerda bo'ladi. Menimcha sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Streamda hammalarni kutaman. Keyingi videoda qaysi karta bo'lsin, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'proq like yiqqan kommentariyaga o'sha kommentariyaga yiqqan kartani videosini, ya'ni raskidlarni chiqarishda davom etaman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Grinch bo'ldi. Bilmagan raskidlarni kommentariyada yozib qoldirsanglar ham bo'laveradi. I done had too many friends that died. Sometimes I can't believe I'm still alive. She told you I ain't had it, but she lied.